Assalomu alaykum, hurmatli Savat Avto kanali obunachilari, do'stlar, sizlar bugun Matiz avtomobilini ko'rsatamiz. Egalaridan kelib turibdi, holati chotki holatda turibdi. 2012-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi 100% radnoy. Yurgan ham oz, hozir ko'rsataman. Yurgan ham 80 tak. Yurgan kilometri 87.000 kilometr yurgan. Chotki holatda turibdi, metan gazlari bor. Kraskalar radnoy ekan, orqa oynalari tonirovka qilingan. Holati chotki. Yilam zo'r, pulam zo'r. Narxına keladigan bo'lsak, do'stlar, 47 million so'm aytib turibdi. Ustida kelishib beradi. Holati zo'r. Ekran pastida egasining nomerini qo'yaman, bemalol telefonlashib kelishib olsangiz bo'ladi. Kraskasi radnoy, kraska yo'q. Zo'r avtomobillar reklama qilinadi bizlarda, do'stlar. Kelib ko'rishingiz ham mumkin. Mana holati zo'r. Matiz 3 portion ekonom variantda, do'stlar. 47 million so'm kelishib beradi, bemalol telefonlashib olishingiz mumkin. 4 balon ham zakonniy toza balonlar qo'yilgan. Xullas, zo'r avtomobil izlab bilganlar uchun Matiz videoni Matiz izlab bilganlarga tashlab qo'yamiz, do'stlar.